Assalamualaikum. Bugün Qaraqalpaqiston Respublikasi Qamqul rayonidan Sirdaryo viloyatiga kelib, Sirdaryo viloyatidagi avul xo'jaliklari alanidagi reformalar ham jamg'armalar bo'yicha rayonimizdagi barliq avul xo'jalik korxonalari ham fermerlarimiz, dehqonlarimiz kelib, Sirdaryo viloyatida olib borilayotgan avul xo'jalik sistemasindagi yengiltilayotgan жаңалыклар bo'yicha bir qator tanishib ko'rdik. Bu yerdagi har bir dala maydonlaridagi zamburlar sug'oruv, tamchilar sug'oruv, paxta maydonlarining, yer maydonlarini tekshiruv, texnika, zamonaviy texnikalari, qolaversa Xitoy Respublikasining klasterlari tarafidan yetkazilgan ishiga ham ularni qayta ishlov bo'yicha Sirdaryo viloyatidagi bir qancha жаңалыклар bilan ko'rib tanishib chiqdik. Bu жаңалыкларdan o'zimizga yaxshi natijalarni olib, kerakli yerlarni olib, o'zaro tajriba almashuv o'tkazildi. Bu tajribada rayonimizning barliq fermerlari, avul xo'jaliklari xizmatkorlari o'zining kerakli tajribalarini olib bo'ldi. Bundan buyon amaliyotda rayonimizda barcha imkoniyatlardan foydalanib, natijalarni istash bo'yicha yo'lga qo'yamiz deb umiddamiz.